alaykum gazetamiz ixlosmandlari. Mine bugun biz o'zlarimizning yurituchilik jamiyatimiz bilan birgalikda Tag'jab Auыл fuqarolar jiyinida mehmondamiz. Biz bu yerda qanday bugungi kundagi o'zgarishlar ham yangilanishlar haqida suhbatlashib sizlarga xabardor etamiz. Suhbatimizda Tag'jab Auыл fuqarolar jiyini boshlig'i Kamoliddin ag'a Abduriyev bilan birgalikda boshlaymiz. Kamoliddin ag'a, bugungi kunda Auыл fuqarolar jiyinida qanday o'zgarishlar, yangilanishlar bo'lib turibdi, so'lar haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Tag'jab Auıl fuqarolar jiyini 26-yilda ulkan yangiliklar bilan, ulkan yetishganliklar bilan yilni boshlab o'tiribdi. Ulkan qurilishlar ketib o'tiribdi aymog'imizda. Ulardan aytib ketadigan bo'lsak, ulkan uzunligi bir 13-3 kilometr aralıqdagi Tag'jab kanalimiz betonlanib, foydalanishga berilib, xalqimiz hozir bundan foydalanib, fermerlerimiz, tamarhalarımıza salmadan suv kelib, ovullardan eng ortqa ayağına kelganda ovullarga suv hozir borib, tamarhalar suvdan foydalanib o'tiribdi. Onunla birga mine kolxoz orayından deymiz, mesela abici orayından hazır zamanı tipte investisiya dasturu boyunca 120 o'rinlik bolalar bog'chasi salınıp o'tiribdi. Xudo qalasa yaqinda bilan foydalanishga beriladi. So'nggi partazol жұмыстары ketib o'tiribdi. Onunla birga mine o'sha Tag'jab Auıl fuqarolar jiyini orayından nomeri 7-sonli mektepning imoratini qaytadan qurib o'tiribdi. 300 o'rinlik bu yerda da qizg'in жұмыстар ketib o'tiribdi hozir. Bular so жаңа o'quv yilina, ya'ni qarinchiligimizning so 35 yillik bayramına topshiruqqa bog'liq qurilishlarimiz tuni xizmat etib o'tiribdi. Bundan boshqa da aymog'imizda fermerlik, boshqa da yetishganliklar bo'yicha ko'p жұмыстар bo'lib o'tiribdi. Fermerlerimiz var, bu yil dehqonchiklari egib, paxta, biday, boshqa da o'zining daxillarini egib, hozir so'rada tarbiyalab, biday rejalarini ortiqni natijaga o'rlab chiqdi. Fermerlerimiz endi paxtadan şu agrotexnikalik qoidalarga say tarbiyalab o'tiribdi. Hozir fermerlerimiz taqalasi bizda ulkan qirman ishlanadi. Buning uchun fermerlerimiz va xalqimiz xizmat etib o'tiribdi. Xudo qalasa 26-yilda Tag'jablar uchun bir ulkan yetishganliklarga omadli javob keladi deb o'ylaymiz.